Hurmatli fuqarolar, Ichki ishlar vazirligi ogohlantiradi. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda soxta trading, qulay investitsiya kabi pulingizni ko'paytirib beramiz degan firibgarlik turlari tobora avj olmoqda. Zaynab halol daromad va Abduvoh trading nomlari bilan tarqalgan soxta reklamalar ko'pgina fuqarolarimizni ishonchini qozonib, pul mablag'larini o'zlashtirmoqda. Firibgarlar sizning ishonchingizni qozonish uchun o'zlarini professional treyderlar deb tanishtirib, soxta litsenziyalar ko'rsatishadi. Pulingizni ko'paytirib berishni, tez va kafolatlangan daromad va'da qilishadi va avval kichik miqdorda yutuqlarni taqdim etishadi. Ishonchli ko'rinish uchun sun'iy intellekt texnologiyalari orqali mashhur sonlarning yuzini va ovozini soxtalashtirib yaratishadi. Bu esa odamlarni yanada oson aldash imkonini beradi. Bunday holatlarga tushib qolmaslik uchun tez boyish va'dalariga ishonmang. Trading bu tez boyib ketish usuli emas. Har qanday guruhlardagi boshqa foydalanuvchilar izohlariga ishonmang. Kiberfiribgarlardan himoyalanishning eng muhim yo'li raqamli savodxonlikni oshirish va ogoh bo'lishdir.